Oishaga chaplangan tuhmat. Bani Mustalah g'azoti jarayonida yana Oisha radhiyallohu anhoga tuhmat chaplash voqeasi yuz berdi. Voqeaning tafsiloti mundoq. Rasululloh bu g'azotda chek tashlash orqali ayollardan Oisha binti Abu Bakrni billa elib chiqqan edi. Rasululloh buning oldida shunday qiladi. Qo'shin g'azotdan qaytib kelib etib, bir joyda kechilik qo'nalg'iga tushgan edi. Hazrati Oisha hojat ado qilish uchun kajvisidan chiqib qaytishida hamshirsidan oriyat olgan bir munchiqni yuttirib qo'ydi. Shuning bilan u haliqi munchoqni izlab kirishib ketdi. Bir chaqda uning kajvisini ko'tardiganlar Oishani kajvida bor deb o'ylab, kajvini tugiga ortdi-da qo'shin bilan yurib ketdi. Uning yenikligidan kajvining ichida bor yo'qligi ularning xiyoliga kelmagan edi. Chunki Oisha u chaqlarda texi kichik, nefis qizchaq bo'lib, eg'irligi ma'lum bo'lmagan edi. Uning ustiga uning kajvisini bir qancha kishi ko'targan bo'lg'achqa, uning eg'ir yenikligi hech qaysisiga bilinmagan edi. Navoda uni bir yoki ikki odam ko'targan bo'lsa-da, albatta bilgili bo'ladi. Shunda qilib Oisha munchiqini tepib, qo'shin tushgan joyga kelsa, qo'shinning soyasimi ko'rinmadi. Shunga Oisha, ular meni patpursatda cho'qim izlab keladi-ku deb o'ylab, qo'shin tushgan joyda o'ltirib turdi. Alloh o'z ishiga hamon g'olibdirki, arish ustida ishlarni xohlagancha tasarruf va tadbir qilguchidir. Oisha o'ltirib bir chaqda uyquga asir bo'lib ko'zi yumildi-da, bir chaqda Saffon ibn Muattalning "Biz Allohning elkidimiz, yana Allohning dargohiga qaytamiz" deb Rasulullohning ayoliga bu degan ovozi bilan tang uyg'ondi. Saffon ibn Muattal oldingi manzilda uxlab qolib, keyinroq uyg'onib qo'shinning keynidan yetib kelgan edi. U Oishani mastura bo'lishning oldida ko'rgan bo'lg'achqa, yiroqdan bir ko'ribla tunib oldi-da, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" deb tanbih berdi. Ondan tugisini cho'ktirib Oishaga ishorat qildi. Saffon Oishaga bir eg'izmi gap qilmadi. Oisha Saffonning "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" degan so'zini angladi. Shuning bilan Oisha Saffonning tugisiga mindi. Saffon tugisini yetlab yo'lga ravon bo'ldi. Oxiri bir chaqda qo'shinning keynidan yetib kelib edi. Bu chaqda qo'shin tushlik dam elishga qo'yib etilgan edi. Ko'pchilik ahvolni ko'rib hang-tang qilishdi. Bebak badqiliqlar har qaysisi o'ziga munosib gap qildi va eg'iziga kelgancha ko'tildig'ili turdi. Dal bu chaqda pastkash mal'un Abdullah ibn Ubayning ko'ngli ko'ksi yayrab, gul qaqalari ichirib ketdi. Ich a'zolarini o'rtab, munofiqlikning bo's-buxoralari keng kushada o'rlab, qo'shinning sap muhitini bulg'avatdi va Batnamni ko'zi ko'rgandek to'qib, birga o'nni qo'shib yeyishga boshladi. Uning shaykillari tuhmatga oid gap so'zlarini to'qib yetkazib, uni xam material bilan ta'minlab, uning oldida yaxshichaq bo'lishga tirishadi. Qo'shin Madinaga yetib kelgandan keyin ular bu yolg'on yovdoq so'z cho'chaklarni Madinaga pur qilibdi. Payg'ambar alayhisalom o'zini tutib olib, sabr qilib bir qancha kunni o'tkazdi. Ondan keyin vahiy to'xtab qolg'achqa, sahobalardan bir qancha kishiga Oishadan ayrilib ketish to'g'risida maslahat soldi. Ali radhiyallohu anhu uningdan ayrilib ketib, boshqasidan o'yinishga gap agitib biroq maslahat berdi. Ammo ochiq echib demadi. Usama va boshqalar Oishani saqlab verishni, dushmanning ig'vosiga quloq solmaslikni aytdi. Shuning bilan Rasululloh munbarga chiqib so'z qilib, Abdullah ibn Ubay qatorliqlarning Rasulullohning oilasiga badnom chaplashga nima asosi borligini so'rashdi qilganligini aytdi. Bu chaqda Usayd ibn Huzayr, ya'ni Avs qabilasining boshlig'i o'zining Abdullah ibn Ubayni o'ldirib o'tish orzusi borligini aytdi. Buni anglab, Abdullah ibn Ubayning qabilasi bo'lgan Xazraj qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Ubadining qabilavozligi tutib olib, ikkilan takallashib qilib, masjidning ichidala ikki qabila tutishib ketgili tasliq qildi. Bu chaqda Rasululloh munbardan tushib, ikki tarafga hay berib, ularni jim qildi va o'zi jim bo'lib, hujrasiga kirib ketdi. Ammo Oisha safardan qaytib kiribla og'rib yetib qolgan edi va uning kesili bir oygacha so'zildi. U bu jarayonda Rasulullohning uningga ilgirimi kasal bo'lib yetib qolgan chaqlardagi kuyinish va hissdoshliklarining so'zlashib qolganligini bayqagandan boshqa, uning ustida jamiyatda taralgan batnom va so'z cho'chaklardan qilchi xabarsiz edi. Oisha bir oz yaxshilanib, o'rnidan turg'udek bo'lib edi. Bir kechasi Mistah ibn Usasaning onasi Ummu Mistahning hamrohligida sirtqa hojatga chiqdi. Va u yerda Ummu Mistah o'z kiyimiga putlashib, yiqilib tushib, o'g'liga duoibat qilgan edi.
Oisha uning o'z o'g'liga o'rinsiz duoibat qilganligiga norozi bo'lib, uningdan so'radi. U ularning qilib yurgan gaplarini anglamadingmi? dedi va Oishaga ahvolni so'zlab berdi. Shuning bilan Oisha atis atigan uyga qaytib, ota-onasidan ahvolni aniqroq o'qish uchun Rasulullohdan oilasiga berib kelishga ruxsat so'radi va ota-onasinikiga berib ahvolni uqdida buqildab yig'lashga boshladi. U shu kuni va atisi 2 kecha ko'z yummay yig'lab chiqdi. Hatto u yig'laverib, o'z ko'zidan ansirab qoldi. Oishaning ahvoli ana shunday qayg'u-alam ilikida o'tayotgan kunlarning birida Rasululloh uni yo'qlab berib, Oishaning yonida o'ltirib, tashahhud, hamd sana va shahodat o'qidi va mundoq dedi: "Ey Oisha, sen to'g'riliq turli so'z cho'chaklarni angladim. Agar sen bu ishdan pok bo'lsang, Alloh seni cho'qim oqlaydi. Agar gumonliq bo'lsang, tavba qilgin. İnson gunohini tunisa va tavba qilsa, Alloh gunohini mag'firat qiladi", dedi. Gap mushu yerga kelganda Oishaning yig'isi to'xtab, Rasulullohga "Men uchun javob beringlar" deganda qilib, ota-onasiga qaradi. Oishaning ota-onasimi nima deyishni bilolmay tengirqab qolishdi. Bu chaqda Oisha: "Bu so'zlarga sizlar shu qadar ishongansizlarki, agar men 1000 qitim men pok desammi, mening pokligimni Alloh biladi. Sizlar so'zimga ishonmaysizlar. Alloh biladi-ki, men pok turib bu tuhmatlarni ustimga olsam, cho'qim ishinisizlar. Alloh bilan qasamki, men o'zimga tasalli berish uchun Yaqub alayhisalomning men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Sizlarning so'z erkitinglarga qarta Allohdan madad tilayman." Ya'ni Qur'oni Karim Sura Yusufning 18-oyatning bir qismida deyilgan so'zdan boshqa so'z topolmayman, debla o'rilib u yoqqa qarab yetib oldi. Dal shu daqiqada Rasulullohga vahiy nozil bo'lishga boshladi. Va birdamdan keyin uningdan vahiy suri ko'tarilib, chiroyida kulki paydo bo'ldi. Va: "Ey Oisha, xush xabar. Alloh seni oqladi. Bilginki, Alloh seni oqladi", dedi. Buni anglab Oishaning onasi uningga: "Tura o'rningdan, turib Rasulullohga rahmat aytqin", degan edi. Oisha: "Yo'q, azbiroy Xudo, men faqat Alloh qila ta'zim bajo keltiraman va Alloh qila tashakkur aytaman", dedi. Alloh Oishaga chaplangan tuhmat haqida Sura Nurdan 10 necha oyat nozil qildi. Shubhisizki, sizlardan bir guruh odam Oishaga bo'hton chapladi. Bu qitim Oishaga tuhmat chaplug'chilardan Mistah ibn Usasa, Hassan ibn Sabit va Hamna bint Jashlar har biriga 80 dan darra urildi. Mal'un Abdullah ibn Ubay tuhmatchilarning boshqallisi va hammadan bak o't quyruq qilgan turuqliq uningga had berilmadi. Bundaq bo'lishi shariatda belgilangan jinoiy ishlar chorasi jinoyat sodir qilguvchilarning gunohini yengiltish uchun edi. Halbuki Alloh bu qitimqi jinoyat sodir qilguvchilarning katavashlarga og'ir azob borligini aytdi yoki uning o'ltirilishini to'sib qolgan siyosiy va ijtimoiy maslahat bu qitimmi o'z rolini joriy qildirgan bo'lishi mumkin albatta. Shundoq qilib Madina osmonini bir oydek qoplab olgan fitna fasod, g'alla g'avg'o va o'sak so'z cho'chak qora tumonlari taraf-tarafga tarab, havo ichilib, ko'ngillar taskin topdi. Munofiqlarning kattavishi Abdullah ibn Ubay shundoq rasvo bo'ldiki, uningdan keyin el orasida faqat beshini ko'tarolmaydigan bo'lib qoldi. Ibn Ishoq mundoq degan: "Mushu vaqadan keyin elqibatbax biror vaqa sodir qilsa, uning dakkisini uning o'z odamlari beradigan bo'lgan." Bu chaqda Rasululloh Umarga: "Qandoq ey Umar? Navoda Abdullah ibn Ubayni o'ltirib tayli degan chaqinda o'ltirayotgan bo'lsak, norozilik ko'p bo'ladi. Mana endi o'ltirib o'tishning hojati qolmadi", dedi. Umar: "Azbiroy Xudo, endi bildimki, Rasulullohning amr parvoni mening o'ylaganlarimdan ko'p hikmatlik ham xayrlik ekan", dedi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh